Ya assalomu alaykum. Hoji ota. O'sha hardam qaynatam yomonlab yurgan odam sizmisiz? Men nimaga yomonlaydi? Qaynatam sizni rosa yomonlaydi. Men qarang, hali bitta oyog'ingiz ham kalta deydi-yu, haqiqatan bitta oyog'ingiz kaltami? Seni qaynatangda aqli kalta. Nimaga uni deyapsiz? Men qaynatam haqida unaqa yomon gaplarni gapirmam. Qaynatang biror marta o'rtoqlarga qo'shilmasa, yoshligida ham qo'shilmasdi. U shunaqa birovlarni yomonlaydigan bo'lib qolgan. Seni qaynatang umuman qo'shilmaydi. Men qarang, qo'shilmayman o'rtoqlarga. Umuman qo'shilmaydi. Yoshligida ham qo'shilmagan. Hozir ham qo'shilmaydi. Men qarang, qaynatamni bor-u, unaqa deyishga haqqingiz yo'q. Shunaqa bo'lsa ham men borib, to'g'rilab kelaman. Bor to'g'rilab. Urib bo'lsa. Qaynata ham shunaqa bo'lami? Yo'q. Uyaltirgan. O'rtalaringizdan shikoyat tushdi. Nima bo'lyapti? Bundan keyin o'rtoqlarning yoniga borasizmi? Ha, boraman-ku. Sinfdoshlardan qomashga va'da berasizmi? Va'da beraman-ku. Endi meni ko'chada chollar ko'rsa, sizdan shikoyat qilmaydimi? Qilmaydimi? Bo'ldi, qaytarilmaydi. Yana qaytariladi. Kuyov urmang, men sizga surprizim bor. Qanaqa dadajon? Gaza blogdan sizga zavod qurib qo'ydim. O'zimda dadajonim, haqiqatan zavod qurib qo'ygan bo'lsangiz, o'rtoqlarga qo'shilmay to'g'ri ish qilsiz. Qani zavodni ko'rakchi? Yechin kuyov. Ha, o'zimda dadam. Mana kuyov siz uchun Gaza blog chex, ulim. Ulum degan joylaringiz zo'rda. Endi men boymanmi? Qaynata bu gaza bloglarni hech puldan sotaman. 18 ming. Vodiy bo'ylab dastavkalari ichida qilib qo'yak, zo'r ketadi. Bu pishiqmi? Biz xalqqa yaxshi mahsulot yetkazib berishimiz kerak. Sinab ko'rakchi. Ana uni qarang, baquvvatligini sinovdan o'tdi. Qaynata, endi xalqimiz maza qilayotgan bo'libdi-da. Endi biz xalqimizga sifatli mana bunaqa tarlarda pishgan gaza bloglarni yetkazib olib beramiz ekanda. Xuddi shunday. Endi gaza blog zavodim bor meni. Akalar, sizlarga ham mana shunaqa sifatli tarda pishgan gaza bloglar kerak bo'lsa, xudo xolasa, vodiy bo'ylab dastavkalarni mutlaqo tekin qilib beramiz. Katta akalarimizni, dom zavod qurib turgan akalarimizni hamkorlikka chaqirib qolamiz. Gaza bloglarimizga mutlaqo javob. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonboy qishlog'ida. Tushunmaganlarga pastga nomerlar qo'yib qo'yaman. Aloqaga chiqib